Alphabet kompaniyasini shunaqa zo'r, nima desam bo'ladi, inson salomatligi uchun eng muhim bo'lgan vitaminlarni yetkazib beradigan magniy sitrat B6 shunisini ichib yurgan paytimda juda ham bir asablarim xotirjam, uyqum yaxshilanib qolgan edi-da. Ayniqsa oyoq qo'llarimdagi og'riqlar pasaygan edi. Shuni ichishni boshlaganimda butunlay oyog'imdagi, qo'limdagi og'riqlar uxlaganimda bezovta qilmagan edi. Bu tugab qoldi. Yana zakaz qilaman desam, skladda qolmabdi. Вообще bazaga chiqmayapti sotuvga. O'rniga mana qizlar anti-stress olib ichishni boshladim. Bularni bilasizlar, novinka bo'lib chiqdi. Novinka bo'lib chiqdi. Ichi mana bunaqa ko'rinishda ekan qizlar. Marmelad ko'rinishida. Kuniga 3 mahal ichasizlar ekan, ovqat mahalda. Yumshoq, juda ham vkusi shirin. Buni ichishni boshlaganingizda уже как положено magniy effektini berar ekan. Bu magniy to'lqa kechqurunda ichiladi-da. Bu bo'lsa 3 mahal berar ekan. Ichsangiz bo'lar ekan. Yagodniy mix deyapti. Har xil fruktlar qo'shilgan ekan. Ta'mi shunaqa ekan qizlar. Bilasizlar, immunodropsdan ham ichib yurgan edim. Уже bu ham ichida tugab qoldi, почти tugadi, sanoqli qolgan. Mana. Bu kuniga bir mahal ichayotgan edim qizlar. Ertalab zavtraqdan keyin kuniga bir mahal, obedda ichayotgan edim. Ertalab obedda shundan bitta ichib olayotgan edim. Buni ko'p ichish mumkin emas edi-da. Bu 3 mahal ekan. Ta'mi ham juda ham yaxshi qizlar. Agar ba'zida hozir magniyni kutayotgan bo'lsanglar, chiqmayotgan bo'lsa, so'zsiz anti-stress shu marmeladdan olib yeb turinglar. Salomatligimizni asraylik.